Hop, bunisi 31 million. Bunisi 23,5 million so'mga berishyapti. Hibrid narsa ekan, 22 million 8 ming so'mga berishyapti. Bu ham yosh o'sadigan bo'ladigan narsa. O oyoqlarga bitta e'tibor beringlar. Hurmatli obunachilar. 23 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan mana shu do'konimiz. Bo'yi 1.25 ta. 23 million 700 ming so'mga. Assalomu alaykum, hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Chus tumani Chus mol bozorida davolasa sizlarga sotilayotgan, savdosi bo'layotgan mollarda video syomkasini qilamiz akalar. Boqmalari davolasa. Ko'rib, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib ketsalaring, biz bundan g'oyatda xursand bo'lamiz akalar. Like bosib obuna bo'lishingiz chiqmasin. Davolasa siz uchun zo'rlardan inamiz. Biz sementallarni ish qilishdik. Tog'a nech puldan bermaysiz bular tozalarini? Bunisi 31 yu. Hop, bunisi 31 million. Bunisi 23,5 million so'mga berishyapti. Sementalda so'ragan ko'ramiz. Bunisi avstriskiy bo'lsa kerak. Bunisi semental. O'zimizni hurmatli obunachilar, 31 million so'm nargisi. Hop. Yigirma 25,5 million so'm bunisi. Bular o'ta zotga ham zo'rda. Shvetda ish qildik aka. Neç pul qildi buni? Neç kilo? Neç pul tog'a? Neç pul? Bunami? O 19,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.10 keladi. Rossiyskiy odat moroda so'ragan kunlarimiz uchun akalar ko'ringlar. Realniy savdosi bo'lyapti 19 million 500 ming so'm. 22 qildim aka buni. 22 million so'mga berilmayapti ekan mana shu qo'yamiz. Shved so'ragan kunlarim uchun. Bo'ylari 1.15 shunaqa atrofida kelib qoladi. 22 million so'm savdosi bo'lyapti. Akamiz berishmayapti ekan. Qaraylarni oldinroq so'raganimizda 22 million so'm savdosi bo'lyapti deyshodi. Shunga berishmayapti ekan. Joning sog' bo'linglar, go'llar kelib to'g'risi. 22 million so'm. Bu ham shu qanaqadir zot puldas, hurmatli akalar. Bo'ylari ham 1.10 ga bor, lekin qachokcha ekan. Bir kuzga olib borib, yemlab olsa bo'laveradi ekan. Bu nech pul bermaysiz aka? 17 ga bermaydi. 17 ga. 17 million so'm savdosi bo'ldi. Bo'ylari 1.5, 1.10 shunaqa atrofida chiqib qoladi. Bu shvedni qanaqa zot bu aka bu? German shvedmi endi bu? Bunisi rossiyskiy ekanda. 19,5 ming buni bermaysiz. Bunisi 17 million. 17 million so'mga bunisini berishmayapti ekan. Nech pul? Nech pul? 22 million 800. 22 million 800 ming so'm. Shved bu ham. Bo'ylari 1.20 ga chiqib chiqmasa kerak menimcha. Hibrid narsa ekan, 22 million 800 ming so'mga berishmayapti ekan. Bu ham yosh o'sadigan bo'ladigan narsa. O oyoqlarga bitta e'tibor beringlar. Hurmatli obunachilar, 22 million 800 ga berishmayapti ekan. Nech pul qildi aka buni? 17 million. 17 million so'm savdosi bo'layotgan, berishmayapti ekan. Bo'ylari 1.15 chiqib qoladigan bu qonimiz xudo xolasa. Qo'yiladi ko'ra. Hop, Namangan viloyati Chust tumani Chust mol bozorida xudo xolasa savdosi bo'layotgan ekan. 17 million so'm. Mashimi? Nech pul bo'lyapti aka? 19 million. 19 million so'mga bunisini berishmayapti ekan. Xudo xolasa ko'ringlar. Hurmatli obunachilar. 9 million so'm savdosi bo'lyapti.
berishmayapti, xudo xolasa. Bular bir 15 chiqib qoladi, xudo xolasa. Necha pul qildi tog'a buni? 22 pul. Mana 22. Yosh necha yana o'sadigan. Buni turibdi tog'a 22 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.18 chiqib qoladi. Xudo xolasa ko'ringlar. Tog'amiz 22 million savdosi bo'lyapti, berishmayapti. Tuyoqlari ham o'taydigan holatda. Bular endi o'sadigan yosh narsalar. Yemga endi hozir sachamasa bo'lsa kerak menimcha. Xudo xolasa. Bu yoqqa aytdim bu. Xo'p, navbatdagi molimiz 23 mi aka bu? 23 ga bermaysiz-a? 23 ga. 23 million so'mga mana shu buqamizni ham berishmayapti ekan. Bu endi yemga tayyor. Endi xotirjam bosib o'rsa bo'ladigan variant albatta. 23 million so'mga akamiz berishmayapti. Bo'ylari 1.20 kelib qoladi xo'ning. Voy, sizlar ekan mana bu. 45 mi aka ham? 45 millionga bermasmi kelasi? Xo'p. Bunisini bo'yi 1.20 kelib qoladi, bunisiniki 1.18 shunaqadroq bo'ladi. Bunisi yemga tayyor akalar, bunisi o'sadigan narsalar xohlasa. Hop, 45 million so'mga jupiga berishmayapti. Xudo xolasa ko'ringlar, akalar. Ikkalasi ham bunisi gibrid narsa ekan mana. 45 million so'mga jupi berishmayapti. O'sadigan narsalar ikkalasi ham. Shu olasi yaxshi narsa ekan ekan. Olasini xotirjam borib, hozir yemga tashlab bo'lsa bo'laveradi. Paltarashki o'tgan, xudo xolasa. Afsonon tog'a qaysi? Mashimi? Xo'p. 22 million. 22 million so'm savdosi bo'lyapti mana shu qon. Bu ham 1.25 ga yetib bormagan, yemga tayyaradan, xudo xolasa. Ko'ringlar. Kuragi bormi aka buni? Kuragi bormi tog'a buni? Kuragi? Kuragi yo'q. Xudo xolasa. 22 million so'm yaxshi. Yaxshi narsa ekan. Bunisini 21 million so'm savdosi bo'lyapti, berishmayapti. Mana shu qonimiz. Bo'ylari 1.15 chiqib qoladi. Tog'a necha pul qildi buni? 21 million so'm, bo'yi 1.20 filista. Necha pul tog'a? Necha pul? 23 million 700 ming. Bor aka o'shacha. Sotdim sizga ochib. 23 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan mana shu buqamiz. Bo'yi 1.25 ta. 23 million 700 ming so'mga tog'amiz berishmayapti, xudo xolasa. Namangan viloyati Chust tumani Chust mol bozorida tog'asi mana realniy savdosi bo'lyapti. Oralni ish pul qilibdi akalar? 22 ga bermayapti. 22 million. 22 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'yi 1.20 filistanga chiqib qoladi. Yemga tayyaradan xolasa. Kuragi bormikin tog'a buni? Kuragi yo'q, buzov. Xudo xolasa 1 yoshdan o'tgan buzov ekan. Kuragi yo'q. 22 million so'm ya berishmayapti ekan mana shu. Necha pul so'yib tog'a? 17 million. 17 million. On 17 million so'mga berishmayapti ekan mana shu buqamizni realniy savdosi bo'lyapti. Bo'yi 10 chiqib qoladi lekin. Voy Akram. Voy Akram. Necha pul qildi aka buni? 22,5 da to'xtab turibdi.
22,5 da. Ko'chat ekan. 22 milyon 500 ming so'mda to'xtatib ekan, bo'yi 120 filsti. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Yemga tayyordan so'ragan ko'larimiz uchun 22 milyon 500 ming so'mga berishmayapti ekan mana shu qilamiz. Xudo xolasa. Va kimdan ekan endi? Egalari yo'q. Necha pul qildi aka? Qilmadimi hali bozor? 30 milyon kam bor. Kuragi bo'lsa kerak aka. Kuragi bormi? O'zgonni turibdi, bo'yin savordi ekanman. Kuraklari bor ekan, 30 milyon so'm kami bor ekan. Bo'yi 120 da. Ko'ringlar. Xohlasa 30 milyon so'mga ozmoz kami bor deyapti. Do'konaga qancha? Bo'lasi bor 22 million so'm. 22 milyon so'm. 22 milyon so'm savdosi bo'lyapti. Nizoma avo. Sizni nimaga olaman aka? Molni reklama qilyapman. Meni oldiga narsalar qarab. Aka necha pul qildi buni? Aka, ey 40 ta shu. Necha pul berdingiz bunga? 24 milyon so'mga berishini aytgan mavzu to'pamizda. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Lekin nima bo'ladi? To'g'risini aytganda arzon, hurmatli obunachilar. 24 million so'mga, lekin to'g'ri, ya'ni o so'mga ko'tarib turgan akalarning savdosi bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sizlar bilan Azamat o'zi bo'ldi. Bitta like bosib kanalga obuna bo'lib ketsak, xudo xolasa bundan zo'r videolar hali oldinda bo'ladi.